Yaqinda bir gap eshitdim. Yozdagi sabzavotlarni hammasini aralashtirsangiz salat bo'larmish. Yo'q, men uchun bu noto'g'ri. Chunki har bir salatni ham o'zini texnikasi va yo'nalishlari bor. Masalliqlarni ta'mi bir-biriga uyg'unlashmasa, menimcha bu salat bo'lmaydi. Sizchi, siz qanaqa fikrdasiz va qanday salat tayyorlaysiz? Fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Bugun bo'lsa sizlarga tovuq fileli sochni salat o'rgatmoqchiman. Retseptni bo'lsa saqlab olishni va do'koningizga jo'natib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki daromadli va judayam ko'rkam salat bo'ladi. Kelgan sovchilar, hatto qaynonangiz, hatto kelgan mehmonu qo'shnilaringiz hayratda qolishadi. Tayyorlab bersangiz, yana qayta so'rashadi. Hamma mahsulotlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek tartib bilan to'g'rab olamiz. Go'shtimizni qovurib, salatimizga solamiz. Ziravorlar bilan to'yintirib, hammasini aralashtirib olamiz. To'liq retseptlarni va grammajlarni video tagida yozib qoldiraman. Tayyor salatimizni bo'lsa chiroyli qilib brinza bilan bezab olamiz. Brinzani salatga aralashtirsangiz ezilib ketadi. Shuning uchun dekor sifatida ishlatamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin.